Bir gap sanlarda muhabbet kuşu intan kambag'al bir qush bilan intan bir boy qushning juplashishdan paydo bo'ldi deb qaraydi. Natijada muhabbet dengiziga g'arq bo'lgan bir oshiq ba'zi o'zini dunyoda eng boy his qilsa, ba'zi o'zini hech narsa yo'qdek his qildi. Ammo do'stlik bunga o'xshamaydi. Do'stlik bir xil yuksakdagi narsa. Ammo har qanday bir do'stlikda hasad xurishi, hasad elementi mavjud bo'ldi. Biz do'stlarimizni qo'qmay maqtay olamiz. Ammo bizning oldimizda boshqa birisi do'stimizni maqtaganda biz xushal bo'lolmaymiz. Bearam bo'lamiz. Biz kishilar bizni qaragan sari, bizga diqqat qilgan sari o'zimizni bog'dek his qilamiz, hayotdek his qilamiz. Kishilar bizni nazardan saqit qilgan sari o'zimizni xuddi dunyoda yo'qdek his qilamiz, yolg'izdek his qilamiz. Filmdagi Zubayda hargizmo haqiqiy do'st izlamadi. O faqat o'zining mavjudligini, o'zining borliq tuyg'usini his qilish uchun uni kuzatib turadigan tomoshabinlarni izladi. Natijada o'zi bir bichora tomoshabinga aylanib qoldi. Esingizda bo'lsin. Atrofdagi do'stlaringiz bir bu sizning nuqsonlaringizning vakili, bir bu sizning ortiqchiligingizning vakili. Hamma odamning do'st bo'lgan odam hech kimning do'sti emas.